50% qilaymi? 50%. Apparatni puli chiqsin. Ayol bo'lamiz, bokira bo'lamiz, lekin qiz bo'lmaymiz. Mana bo'ladi 3-tug'ruqdan keyin kengayishlari, peshob tutolmaslik problemalari bo'lgan. Endi intimni sujeniya qilyapmiz. Bu hech qanaqa zarari yo'q, hurmatli ayollar. Qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Qininglardagi muammolarni, opushinya matka, siydik tutolmaslik, kengligi juda ham yaxshi samarali yordam beradi. O'tirmanglar, erim ketib qoldi deb. Ko'pchilik ayollarimiz tug'adi, tug'ruqdan keyin mana shunaqa muammolarga duchor bo'ladi. Shuning uchun darrov boshlamanglar. Kimdadir shunaqa muammolar bor. Apparatim hali yappa-yangi, soitga apparati. Ana, og'riq bormi? Yo'q. Og'riyaptimi? Yo'q. Umuman og'riqsiz protsedura. To'g'risini ayting, og'riyapti-yu. Og'riq bo'lmaydi, hazillashyapman. Hurmatli ayollar, tez-tez muolajaga yozilib olinglar. Undan keyin erim ketib qoldi, yurib ketdi deb yurmanglar. Go'zallik faqat yuz bilan emas. Shuning uchun o'zimizga qaraylik. Sog'liq birinchi ochratda. Marjon, videoga ovurmang-da. Ha, bitta shunizga ham skitka qiling endi. Maza qilsa qilsinmi ayollar? Hada, ayollarimiz yangi yilda yosharsin. 80% qilaymi, 50% qilaymi? 50% qilaymi? 50%. Apparatni puli chiqsin. Qaranglar, $100 narxi edi. Yangi yilgacha kelgan, 1-yanvargacha kelgan ayollarimizga 50% skitka $50 ga qilib beraman.